Kecha bitta aka telefon qilib, men uyalyapman, o'zi telefon qilishga zo'rg'a qilyapman deb aytyaptilar. O'zimizni soha o'sha Yeshiron sohasidagi aka ekanlar-da. Men aytdim, aka nima uyalasiz? So'ravering, bizni qo'ldan kelgancha o'rgatamiz. Zakazingiz bo'lsa olib keling, shu yerga, showroomga olib keling, xohlasangiz skladda ko'rsataylik, farqi yo'q, muammosi yo'q desam, endi ko'pchilik telefon qilsak, anaqasini yetmaydi, hamma narsasini yo'q, biz aytamiz qo'ldan kelgancha. Men aytolmayman, aka buni olib ketsak, bizni xatga olib keta olamiz. Agar nasib qilgan bo'lsa 2 metrga 1 metr joyga olib ketamiz. Agar nasib qilsa, nasib qilsin. Shuning uchun aytolman sizlarga, bemalol, bexijolat yozadigan bo'lsanglar yoki o'rgatish kerak bo'lsa yoki qaysidir joy tushirib yuborish kerak bo'lsa, muammo yo'q. Telegramga guruh ochib qo'ydik, spetsialniy shablonlar tashlab turibmiz o'sha yerga. Chunki Instagramda hamma narsani общий qiladigan bo'lsangiz, bu yetmaydi videoni anaqa vaqtda. O'shaning uchun kommentariyaga bir yozib qo'ysanglar, yana linkini tashlab beraman. O'sha link bo'yicha o'tib olaverasizlar Telegram kanalga.